делаешь? Это частная собственность. Девушка, вы стой, что вы тут делаете? Xullas akalarim, opalarim, sizlarni shartlar bilan tanishtirishdan oldin mana shu videoga bitta chiroyli like hamda chiroyli kommentariy kutib qolamiz hamda yaqinlarga ulashib qo'yamiz. Yaqinlarga ulashib bo'ldingizmi? Ana endi esa keling bitta Malibuni tomosha qilib ko'ramiz. Xullas akalarim, opalarim, bu galgi konkursimizda albatta 10 ta Malibu hamda bitta Cobalt, bitta Gentra hamda kam xarajat mashina xohlaydiganlar uchun albatta 4 ta Spark avtomashinamiz bugungi o'yinga qo'yib boriladi. Aziz jigarlar, bu ham kam deydiganlar uchun 100 ta 2000 rubllik pul mablag'lari ham qo'yilgan. Undan tashqari xohlasangiz yutib olgan, mashinangizni o'zini xohlasangiz pulini olishingiz mumkin albatta. Aziz akalarim, opalarim, bu galgi konkursimizga naqd 4000 ta bilet qo'yilgan. Rossiya rubliga hisoblasak 5000 rubl, Qozog'iston tangasiga hisoblasak 29000 tanga. Bu galgi konkursimizga dunyoning har bir chekkasidan qatnashishingiz mumkin albatta. Mana shu pastdagi raqamlar orqali aloqaga chiqishingiz mumkin albatta. Hammaga omad.